Farqlash zarur har bir kishiga, savob ila zarar gunohmi? Puxta yurur biling ishiga, kim tanisa Rasulullohni. Assalomu alaykum qadrdonlar, yaxshimisizlar? Sog'liqlaring yaxshimi? Hammaga xayrli tong, xayrli kun, ayyom barchaga muborak bo'lsin. Mana sekin mehnatga ketyapmiz. Avarikani yoqib, Farg'onada shunaqa qor yog'di. Bizda endi qor yog'sa bir pasda muzlama bo'ladi. Muzlama bo'lgan. Mana sekin 20 da ketyapman. Sekin mashinada bormay desam, ishga borish kerak. Iloj yo'q. Hamma joy qor. Qorlar yog'ar hovlimizga bag'a. Keling bir narsa tog'a dedim. Alisher payzdoshlasi bor-ku. Bag'a kechasi bilan qorlar yog'di. Mana endi voy. Eson omon ishimga yetib olayin. Alloh o'z panohida asrasin. Haydovchilarni ham, yo'lovchilarni ham, hammani. Siz sal tormoz bersa siqanib ketilyapti. Allohga shukr. Mana oldimdagi Damazon siqanib ketdi. Allohim oq yo'l bersin, eson-omon makonimga yetib oling. Shunaqa qadrdonlar, hozir men sizlarni burilib olayin, keyin qorlarni ko'rsataman. Qorlar yog'ar bag'a dedi. Bismillahirrohmanirrohim. Bag'da mashina ko'p yurgani uchun yo'llar sal qorayib qoldi. Hozir sizlarga nargi tomonni ko'rsatay desam, aqa o'tarmikin? Azizlarim, qorlar yog'ar bag'a dedi. Sekin ancha tez yursangiz, уже mashina boshqara olmay qolyapsiz, olib ketib qolyapti. Qor ham yog'ish kerak to'g'risi, chunki kasalliklar ham ko'payib ketdi. Mana oshiqcha qurt-qumursqalar, mevaga tushadiganlar ham sal o'ylabroq tashqariga chiqadi endi. O'zim ham bilmayman, gripp bo'lgim kelib turibdi-da. Achki taqmasam mana qor ko'zimni jimillatib yuboryapti. O'shaning uchun achki taqib qoldim. Bismillahirrohmanirrohim. Alloh o'zi saqlasin. Yuring aka, yuring endi. Endi ana shu yerda hozir shu issiqnon yopib
mayliga azizlar borib ne choy ichamizda. Ishxonani choyi baribir boshqa deydi-yu. Neytralniy zona. Nihonlikda ham yopyapti ekan. Bu qanaqa non ekan endi? Undan hech ham omodamanidagi patirdan olardim bormi? Hozir so'rayman. Uka issiq non bormi? Issiq non. Bu somsa ekan. Yo, somsa etdamanda yemayman. To'xtashimga nima ekan endi dek. Cho'ntagimda bormi dek. Ha, cho'ntagimda pulim bor ekan. Xo'p. Videoni o'chirib turamiz. Ishonsalaring 2 marta teg'andimi? Nonni olib bo'lib svetofordan o'taman. Yoni zakan. Ariq. Shunday ketdim-da. Azizlar, mana shu qish qirovli kunlarda shofyorlarga oson emas. Duo qilinglar, makonlariga eson, omon yetib olsin. Qarang, endi shunday baqa qum tashashmabdi. Naryoqlarga tashashgan ekan, tomonlarga tashashmabdi. Tormoz bersangiz orqa ketib qolyapti. Qaqa o'tasiz endi, jon aka, qaqa o'tasiz. Hozir afg'on qiladigan vaqtmi hozir? Joningizga shukr. Afg'on qilib o'tyapti anetdanda. Xudo. Naryoqda ishonsangiz taxta bozorimiz bor. Taxta bozorda svetofordan svetofordan zo'rg'a shuncha gazni bosyapman, siyg'anib ketadi, tepaga chiqmaydi-da. Bir narsa qilib chiqib oldim. Haloyiq, muzlama haloyiq. Alloh o'zi saqlasin. Duo qilinglar mana shu qishlarda kunida. Ha, ukam baqa bo'larkanda o'shancha. Avar ekan yo'q bo'ladi. O, tepaliq bor yana. Qani tepaliqqa qanday chiqar ekanmiz endi? Bismillahirrohmanirrohim. Zavodda yo'lida tepaliq borda. Mana ular chiqarmayapti. Yonimizdagilar chiqarmayapti. Chichagina padyokga. Bismillahirrohmanirrohim. Jicha padyok tepalig'ida. Voy, otamiz ha, qum sepishibdi-yu. Voy. Ko'ryapsizlarmi? Mashina ketib qolyapti. Voy. Qani ketdik. Ha, chiqdik qadrdonlar, chiqdik. Qum tashashibdi. Mana shu nimani So'rbuloqdan o'tgandan keyin qum tashashibdi. Mana o'zi zapravka metan qum tashabdi. Tanjonlarni sog' bo'lsin. Qum tashabdi o'sha tepaliqqa chiqib oldik, bir narsa qilib bag'iga endi bir iloj qilib ketamiz endi. Hoy, mana oldimdagini qarang, qabaqa ketib qolyapti. Jonika shoshilmay hayding. Hozir shoshiladigan, bugungi kun shoshiladigan kun bas. Ishga kech qolsangiz ham sekin yuring jonika. 2 marta qabaqa archaga ketdi. Hozir u tomonda yana yo'q olaman. Qadrdonlar naryoqda ko'rsataman. Mana ko'ringlar, bizni yo'llar shunaqa muzlama bo'ladi-da. Rivaldagilar qanday qilarkin deyim, biz shuncha mashina sig'anib ketyapti. Video ham qimirlayaptimi? Chunki batta azizlar nima bo'lganda, avval nima trolleybus yurganda, trolleybus mana nimalarini ham ko'rayotgan bo'lsalaring, stalbalarini ham ko'rayotgan bo'lsalaring, trolleybus yurgan, to'g'ri aytyapmanmi? Tilim ham kelmayapti hozir. O'shaning uchun meni yo'llari ham tiqir bo'ladi-da. Ana voy ketdi ana. Ana bola ketdi, ko'rdingizmi? Qaqa shoshilasan.
shoshilmay sekin yuraver axir. Hozir torimiz ushlamayapti, ko'ryapsan. Urdan u betonga. Mana ham tortmayapti. Xo'p, shoshilmaymiz. Mana tortmayapti, ko'ryapsizlar. Bismillahirrohmanirrohim. Oldimda bitta bola shunday bakavoydan betonga urdi. Shoshilib haydadi-da, svetofor bor, torimiz ushlamayapti. Qaqa shoshilasan? Ketaver 20da. Yana aytishadiki, ayollar mashina haydashni bilmaydi, ayollar nima pravilalarni aniq bilmaydi deydi. Ayollar o'ylab gazni bosadi, o'ylab tormozni bosadi, to'g'risida. Qaytanga ayollar yaxshi haydaydi mashinani, erkaklar shoshiladi. Ko'ryapsan, muzlama bo'lyapti, ushamayapti. Shoshilib gaz bosishga balo bormi? Hozir 40 ga chiqsangiz ham ushalmaydi, tormoz ushamayapti. Mana endi mana yerda befarosatni ko'ryapsizlarmi? Qaqa yuryapsan, mana ko'ryapsizmi? Mana buralib ketdi. Farosating qursin seni. So'kdim odamlarga. Bopladimmi? Qarang. Kelyapman, tormoz ushamaydi, muzlama. Yo'limga chiqib beryapti zavoddan. So'kib berdi. Boplabman. Yana kamerani yo'qdi, manetlar shunday loy bo'ldi. Kecha shunaqa Hojiakbarni chaqirib moykadan mashinani rosa yuvdiruvdim-da. Bu loyni qaranglar endi. Bay. Aka qaqa shoshilib o'taman deysiz. Bay. Betlarga zavod qum tashlagani uchun yaxshi mana. 30 da xatyabi kelyapmiz. Xudo, mashinam ham rasvo. Shunday loy bo'ldi. Mayli qadrdonlar. Ana men aytdim, shoshilma. Qayerga shoshilasan dedim. Ana afg'on qilib mendan o'tib ketuvdi. Mana endi ahvolni ko'ryapsizlar. Xudo, mana buni yana uribdi. Endi biz sekin o'tib olamiz. Voy, qandoq o'taman endi. Ko'rmaysizmi endi? Shoshilishma desam, ko'ryapsizlarmi? Mana meni gapim to'g'rimi? To'g'ri deb yozib qo'yinglar, noto'g'ri bo'lsa noto'g'ri deb yozib qo'yinglar. To'g'rimi? Hojona to'g'ri gapiryapsiz yo noto'g'ri gapiryapsiz deb aytib qo'yinglar. Shoshilma, mendan afg'on qilib o'tdi o'sha mashina. Unda kamerani o'chirdim, to'g'risida. Qaqa o'tasan, qaqa shoshilasan. Muz bo'lsa. Mana ishxonam ham ko'rindi, qadrdonlar. Eson omon o'sha yerdan shu katta yo'ldan o'tib olsam, ishxonaga kirib olaman. Allohim hamma safarini bexatar qilsin. Ana ishxonam ko'rindi-ku, ko'rdilaring. Ana do'stlik uyida ishlayman-da, qadrdonlar, do'stlik uyida. Mana do'stligimiz abadiy bo'lsin deydi. Bismillahirrohmanirrohim. Mana ishxonamga keldim. Endi mashindan o'tib olsak, chunki yo'llar terlab ketibdi. Qani mashin bormi? Kelyapti. Ularni o'tkazib yuboray endi. Mana shopirlarga ham qiyin emas. Oson emas dedim. Chataq gapirdim. Yo'l ham o'zi chataq gapiradigan qilib qo'ydi. Bosinglar mana. Bitlaringiz sal eribdi. Mana yoqda kolonna kelyapti, kolonna.
qani shetim o'tib olarmikin qarang mana shunda aqib ketish bay 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 azizlar mana ishxonamga ham kelib oldim eson omon kelib oldim xudoyim mana azizlar qor dedik mana qor yog'di-yu qor yog'di yumshoqqina par yog'di deb muzlama bo'lib ishxonaga zo'rg'a kelib oldim. Qadrdonlar sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammalaringni Alloh uchun yaxshi ko'raman. Xayr, hammaga Farg'onadan Aha yalla